Assalomu alaykum hammaga. Mana 2 mos spressamiz tayyor. Bugungi chistoy kelsak 25-mart Samarqand Jonboyda katta trassani ustida. Ichkaridan ham tayyor bo'lib qolgan aravalarimiz bor. 140 ga 240 tayyor turibdi. Kimga kerak bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar. Ushotkasi olinib qo'yiladigan shivillerda yasalgan. Mana orqa tomonlari moshni qilib yasalgan. Yana bitta pressimizga kelsak, bu ham 140 ga 240. Bu tentlari bilan yasalgan. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Mana orqalari mana bunaqa qilib ochiladi. Mana silindrli bo'lgan. Mana ichini pol qilib berganmiz buni. Ushotkasi tentlari olinib qo'yiladigan qilib universal qilib yasalgan. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, mana shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Adres Samarqand Jonboyda. Mana bu yerda bittasi, bu yerdan ham bor. Mana mokri qilib yasalgan 1.30 ga 2 metr fallarni qo'yib, chiroyli qilib hali ko'chaga chiqaramiz hammasini. Mana ustaxonada ish bo'lib turgan jarayoni.